Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. 3-sinf darslarini davom ettiramiz. Bugun yakuniy dars ekan. Endi qanaqadir bo'lim tugayapti, ya'ni biza o'tilgan bir bo'lim tugayapti va shu bo'limdagi yakuniy dars hisoblanadi. Nimalarni o'rgandik, nimalar bilan ko'rdik, tanishdik, bilib oldik, shular haqida ma'lumot berib o'tadi bizga. Bundan oldin esa darsni boshlashdan avval sizlarga kanalga obuna bo'lishingiz va videoga like bosishingizni eslatib o'taman. Shu orqali siz biz qilayotgan mehnatni baholagan bo'lasiz. Agar videolar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, keyingi videolar chiqishini istasangiz, kanalga obuna bo'lib, video ostiga like bosish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Akmaljon Jo'roqo'ziyev matematika ustozlaring bo'laman. Yakuniy dars 3-sinf. Biz nimalarni o'rgandik? Savol berilyapti. Endi pastidan javob. Biz ko'p xonali sonlar bilan tanishdik. Ko'p xonali sonlar bilan tanishdik ekan. Endi hozircha bu kerak emas. Birinchisiga o'tamiz. Sxemada har bir hududda qancha aholi yashashi ko'rsatilgan. Har bir viloyatda yashovchi aholi sonini o'qing. Eng ko'p aholi qaysi hududda yashaydi? Aholisi eng kam hudud qaysi? O'zbekiston aholisining umumiy soni qancha? Maylicha ko'p savol berib yoribdi. Ishlashdan avval ikkinchisini ishlab o'tmoqchiman, chunki mana bu nisbatan osonroq ekan, buni o'chirib tashlaymiz keyin. Bizga mana birinchisi uchun joy kerak ekan. Katta kichik yoki teng belgilar yordamida taqqoslang. Endi bu 7 million. Mana 7 million 900 ming 6. Demak bu katta ekan. Tamam. Keyingisi mana bu 13, mana 9. Demak bu mana 5 xonali, bu 4 xonali, bu ko'proq ekan. Bu 45 mm, bu 110 mm. Demak 110 uzun. Endi bu 900 ekan, bu 50 ekan. Demak mana bu 900 3 xonali son, bu 2 xonali son. Tamam, katta ekan. Mana biz katta sonlarni taqqoslashni ko'rib chiqdik va ikkinchisini endi o'chirib tashlab birinchiga qaytamiz. Bizga ozgina joy kerak edi, shuning uchun. Bu yerda bularni o'qib chiqishimiz kerak ekan birinchi o'rinda. Keyin esa ularni o'qib chiqqandan so'ng keyin esa qo'shib chiqamiz. Qaysi ko'p, qaysi kamligini topamiz. Mana shunga javob topaylik. Eng o'qishimiz kerak ekan. Hammasini emas, endi bir nechtasini o'qib beraman. Misol uchun mana buni Qoraqalpog'iston Respublikasi hamma joyi raqamlari bo'lganini o'qiymiz. Bu 1 million. 1 million mana 939 ming 463. Endi esa keyingisi Buxoro 1 million 968 ming 268. Keyingisi Surxondaryo viloyati 2 million 726 ming yozamiz. 86. Ya'ni 86 bo'ldi. Endi esa keyingisi Namangan 2 million 914 ming 194. Mana shu tartibda o'qib ketaverasizlar bemalol. Biz o'qib ko'rganmiz. Mana Toshkent viloyatini o'qib ko'ramiz. Bu 3 million. Mana 3 million 8 ming 7 ekan. Ana bo'ldi. Shu tartibda bemalol o'qishlaring mumkin bo'ladi. Endi biz nima qilamiz? Bu o'qidik deb faraz qilamiz, chunki sizlarga o'qishni o'rgatgan edim. Endi esa biz keyingi savollarga javob beramiz. Qaysi hududda aholi ko'p?
Mana Samarqand menga ko'zimga tushdi. Bu 4 million ekan. Andijon 3 million, Qashqadaryo 3 million, Toshkent 3 million, Toshkent shahar 3 millionga yaqinlashyapti. 2 million 800. Demak, Samarqand eng ko'p ekan. Aholisi bor. Endi eng kamini qidiramiz. Eng kami milliondan kami. Bu mana Sirdaryo 873 ming. Demak, Sirdaryo eng kam ekan. Sirdaryo viloyati eng kam, Samarqand viloyati eng ko'p. Bu eng kam, eng ko'pi viloyatlar bo'yicha hech qanaqa bir aloqasi yo'q, hech narsani bildirmaydi. Shunchaki bu statistika ma'lumot. Endi esa bizni eng og'ir ish kutib turibdi, ya'ni O'zbekiston aholisi qancha ekanligini topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Mana shu yerdagi barcha qiymatlarni qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana shu bizning eng og'ir ishlarimizdan biri, ya'ni hisob-kitob qilish. Mana bu joyga ko'chirib olsam, agar qarshi bo'lmasangiz, mana bu joyga biz hisob-kitob qilamiz. Endi o'zi aslida katta sonlarni qo'shishni o'tdik biz, lekin o'quvchilarga baribir qo'shib ko'rsatib berishimiz kerak, chunki bu yerda hozir sonlar ko'proq. Bitta ikkita emas, juda ham ko'p. Mana bular endi bizga mana bu O'zbekiston yozuvi kerak emas. Mana bo'ldi 1 2 3 4 5 va hokazo juda ham ko'p. Endi bularni bo'laklarga bo'lib qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mana nomerlab chiqsak bo'ladimi ekan? Misol uchun, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi deb olsak, 4tadan qo'shsak, keyingisi bu 5, 6, 7, 8, keyin bularni qo'shamiz. Keyin esa qolganlari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14ta. Bu shaklda qo'shamiz. 1 million 28 ming 352. Mana yozib oldim. Keyingisi 1 million 434 ming, yaxshilab e'tibor berib turamiz. 964. Keyingisi 873 ming. Qanaqa qilamizmi ekan? Bunda adashib ketamiz. Ikkitadan qo'shsak vaqt ko'proq ketib qoladi. Lekin esa bunda adashib ketamiz. Mana shu yo'ldan mana foydalanamiz. Shunisi yaxshiroq bo'ladi. Demak, bular 7 xonali. 1 2 3 4 5 6 7 xonali. Yana bitta chizsak bo'ladi ekan o'zi. Mana bo'ldi. Ana. Endi nima qilamiz? Endi shu yerga qo'yib chiqamiz. Mana 1 million 28 ming 352. Ana bo'ldi. Mos ravishda to'g'ri keladi. Keyingisi 1 million 434 ming 964. Eslatib o'taman, sizlar bu tartibda chizib ishlashlaring shart emas, chunki sizlarda daftar bor, ya'ni katta daftar bor. Mana shu chiziqlari yetarli bo'ladi. Endi mana shu chiziqlarni har bitta katakka bittadan raqam yozib qo'ysalaring, ya'ni to'g'rima-to'g'ri tushadi. Menda bunday narsani iloji yo'q, shuning uchun mana shu holatdan foydalanyapman. Ana bo'ldi. Endi esa mana bunaqa chiziq chizamiz va bularni hammasini qo'shishni boshlaymiz. Barchasiga plus qo'yiladi. Mana bu yerdan boshlaymiz bularni qo'shishni.
Mana 10, 14, 18, 21. 2 dilimizda. Bu yerga chiqib ketadimikan? Mayli, chiqmasa kerak. Hop, 11, 20, 23, 29, 31. 3 qilamiz endi buni. Hop, 10, 19, 23. 23 ga 4 ni qo'shsak, 27 va 30. Yana 3 bor. 12, 15, 19, 28, 31. 12, 15, 16, 19. Buni o'chirib 1 yozamiz. 1, 2, 3, 4, bu bilan 5. Mana bu qolibdi. Ha, bular 18, 22, 30, 31. 3 bor. 1, 2, 3, 4, bu bilan 7. Mana 7 million bo'ldi. Biz qayergacha topdik? 1.905 ta mana bu yergacha qo'shdik. Endi esa davomini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Albatta mana buni nima qilib olgan edim. Ko'chirib. Endi esa qo'shishni davom ettiramiz. Mana bu yerdan bo'lakka bo'lib qo'yamiz. Biz esa 6-dan, ya'ni Buxoro viloyatidan boshladik. Lekin shuni ustiga qo'shib ketishimiz ham mumkin bo'ladi. Mana shu yerga davomidan qo'shib ketamiz. Menimcha o'quvchilar tushunsa kerak. 968, 268. Deyarli 3 dan 1ni yakunladik. Qayergacha yetib keldik? Farg'ona viloyatiga yetib keldik. Menimcha bo'ladi mana shu yergacha. Yoki yana bitta yozamizmikan? Mayli, yana bironta yoza qolamiz. Qashqadaryoni ham yozamiz. 3.388.896. Mana bularni endi birgalikda qo'shib olamiz. Bu yerdan boshlab qo'shamiz. Ya'ni mana shu qora chiziqni ostidan boshladik. Xo'p, nima qilamiz? Bular 9, 15, 18, 10, 28. 7, 15, 15 ga 4, 19, 22, 31, 33. 18. 18 ga 3. 21. Yengisi. Bular 9, 15, 15 ga 24. Mana 3 dekanda 24. 15 ga 24 ni qo'shsak 39, 41. 4. Oho. 15, 17. 17 ga 24, 32, 36. 10, 17, 20, 28, 31. Yana 3 bor. 10, hop, 23. 23 bo'ldi. Davomidan menimcha bular yetadi. Mana bu Andijon viloyati qoldi. Endi ozgina qiyin emas bu savol. Bu savol qiyin turlariga kirmaydi. Bu ishi ko'p, vaqtni ko'p oladigan misollar turiga kiradi. Chunki bularni bemalol qo'shib chiqishimiz mumkin-da katta sonlarni. Endi qiyin misollar qanaqa bo'ladi? Biz haligi nima qilishni bilmay qolsak qiyin bo'ladi.
Biz hozir nima qilishni bilamiz bemalol. Qanday ishlash kerakligini. Bu qiyin misollar turiga kirmaydi. Hech xavotir olmang, qo'rqmang. Bu ishi ko'p, yo'li uzoq misollar qatoriga kiradi. Qo'shamiz. 10, 15, 25. Hop, 9, 18, 20, 23. Yana 2 bor. 23 2 bor. Bular 10, 12, 14. 1 bor endi. 15, 20, 21. 2. Hop, 9, 10, 14, 16. 1. 10, 20, 21. Hop, bu 9 bo'ladi mana bu hammasi va 4, 13. 13 ga bu 5. Oho, oshib ketibdi, 35 bo'lib ketdim. 9, 13, 2, 15. Va mana bu 3 bo'lib qoladi. 35 million chiqdi. 35 million 161 ming 435. Balki shunaqa 35 million chiqsa kerak. Mana endi biza mana shu tartibda qo'shib chiqdik. Juda ham bir tomondan chiroyli, bir tomondan ko'nik chiqdi. Menimcha tushundingiz degan umiddaman. Agar sizda kalkulyator bo'lsa, bemalol kalkulyatorda qo'shishingiz ham mumkin bo'ladi. Lekin maslahat bermayman. 3-chi. Vaqtimizni ko'proq oladigan misol ekan, yakuniy dars. Biz katta sonlarni qo'shib va ayirishni bilib oldik. Hozir ham ko'rdik shu qo'shib ayirishni va yana bizga bermoqda shu qo'shib ayirishni. Lekin mana bu birinchi misolda adashmasam katta sonlarni o'qishni bilib oldik degan edi. Endi bu yerda qo'shib ayirishni ham berib qo'ydi. Mana qo'shishni ham bu ozgina noto'g'ri bo'ldi birinchisi. Bir yilda O'zbekistonga 290.456 nafar sayyoh keldi. Ularning 98.945 nafari Chimyon tog'larida dam oldi. Samarqand, Buxoro va Xiva ulardan 12.783 nafar ko'p odam bordi. Hop, qolganlari Farg'ona vodiysiga sayohat qildi. Farg'ona vodiysiga qancha odam sayohat qilgan? Chimyonga 98.945 nafar ekan. 45 nafar. Bu Chimyonga to'g'ri keladi. Endi men Xivagani topishim kerak. 12.783 ko'p ekan. 945 ga qo'shamiz 12.783 ni. Endi buni kalkulyatorda qo'shib olaman. Xafa bo'lmaysizlar, chunki biz hozir ko'rib chiqdik. Ko'p xonali sonlarni, juda ham ko'p sonlarni qo'shib chiqishni. 111.728 111.728. Mana shuncha bo'ldi. Bular Xivalarga, Samarqand, Buxoro 3 ta viloyatga borganlar. Endi o'zi jami 290.456 edi. Shundan 98.000 Chimyonga ketgan, qolgan 111.728 Samarqand, Buxoro va Xivaga ketgan. Bularni ham qolganlari Farg'onaga ketgan ekan. Endi Farg'onaga qancha ketgan shuni so'rayapti. Buni topish uchun 290.456 dan 98.945 ni va bu chiqqan javobdan 111.728 ni ayirishimiz kerak bo'ladi. Shu ishni birgalikda bajaramiz. Nima qilamiz? 290.456 dan ayiramiz 98.945 ni va bundan ham 111.728 ni ayirib qo'ysak, bizda Farg'ona vodiysiga qancha sayyoh borgan, ya'ni ortib qolganlari o'sha yerga borganda ana shular kelib chiqadi. Endi bularni xafa bo'lmaysizlar, men kalkulyator yordamida ishlab bo'ldim. 79.783 bo'ldi.
ustun shaklda bemalol ayrishlaring mumkin. Sizlar bilan oldingi darslar davomida ko'p xonali sonlarni ustun shaklda ayrishlarini ko'rib chiqqan edik. Farg'ona vodiysiga 79.783 nafar sayyoh borgan yoki kelgan ekan deyishimiz mumkin. 4-chi, biz ko'p xonali sonlar ishtirok etgan ifodalarni qiymatini hisoblashni o'rgandik. O'zi mana bu yerda ham qiymatlarini hisoblab yuribmiz. Ekan o'zi. Yaxshi. Bularni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Qulay usul bilan hisoblashlar berilmagan ekan. Ko'p xonali sonlarni qulay usul bilan hisoblashni o'rgandik. Mana shu narsalari qolib ketibdi. Mayli, davom etamiz. Buning uchun nima qilamiz? Buni ayirib olamiz. 76.232 dan buni yozaylik. 13.745.87 ga qo'shamiz mana buni. Endi buni ham kalkulyatorda ishlab olamiz. 76.232.000 76 million ekan. Uzr. 52.128.091 24.104.509 509. Bu 5 mana. 5 ni juda xunuk yozyapman. Endi esa keyingisi. Buni ham kalkulyator yordamida ishlaymiz. 7.658.997 2.996 hop 7.656.001 7.656.001 va 0 bo'lgani uchun bitta 0 qo'shib qo'yamiz. Endi bu 76 million bo'ldi. Bularning barchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mayli, kelinglar, endi xafa bo'lmanglar, ustun shaklda qo'shib qo'ying shunisini. 13.745.087 24.104.509 76.560.010 mana. Har doim kalkulyatorda ishlaydigan bu ustoz deb xafa bo'lib siqilib yurmanglar. Shuning uchun mana ustun shaklda ham ishlab qo'yamiz. Javobni yozamiz. Buni qo'shsak 16. Buni qo'shsak 9, 10, 5, 6. Bu yo'q. 9, 10. Hop, 8, 13. Bu 10 bilan 14. 10, 13, 14. Hop, 10, 11. 114.409.606. Ifodaning javobini hisobladik. 114.409.606 ekan. To'g'ri hisob kitob qilmagan bo'lsak, xuddi shunday bo'ladi. Ayirdik. Bularni ham qo'shdik. Yaxshi, davom qilamiz. Biz uzunliklar orasida uzunliklar mavzusida ekan, orasida deb o'qima. O'z ko'nikmalarimizni mustahkamladik. Bo'g'inlarning uzunligini o'lchab, siniq chiziqning butun uzunligini toping. Bu siniq chiziqni daftaringizga chizib oling. Endi siniq chiziqlar mavzusida ham mana shunaqa berar edi, ya'ni siniq chiziqni uzunligini toping. Mana uzunligini toping. Men topa olmas edim, chunki menda chizg'ich yo'q. Shuning uchun sizlar mustaqil ravishda buni kitobdan o'lchab daftaringizga chizib uzunligini topishingiz mumkin bo'ladi. Va biz 6 eng oxirgi mavzuni misolni boshlaymiz. Bu yakuniy dars edi. Yakuniy darsdan keyin ham darslarni qo'yib boramiz, albatta. Faqat siz videoga like bossangiz bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Bizni qo'llab-quvvatlashingiz kerak bo'ladi. Biz olgan bilimlarimizni amaliy topshiriqlarni bajarishda qo'llashni o'rgandik. Devonbegi
Suv havzasi 8 burchak shaklda, shunaqa shakl. Uning perimetri bo'ylab quvur o'tkazildi. Mana bunaqa bo'ylab mana. Xo'p. Rasmda quvurning uzunligi qancha ekanligini aniqlang. Endi perimetrini topsak bo'ldi ekan biz. Mana quvurni uzunligini topgan bo'lamiz. Perimetr. Barcha tomonlarining yig'indisi. Bu 20 bo'lsa, bu ham 20. Bu ham 20. 20 dan nechta ekan? Bu 25 ekan. 20 dan ikkita ekan. 20 ko'paytirib 2. 25 dan ham ikkita. Bular 11 ekan hamma tomoni. 11, 11, 11. 11 dan endi 4 ekan. Mana shuni hisob-kitob qilsak, bu devonbegi suv havzasini aylana bo'ylab, ya'ni perimetr bo'ylab quvur o'tkazilgan. Bu quvurning uzunligini biz aniqlagan bo'lamiz. Bu 40, bu 50, 2 ga ko'paytirsak bu 44. Bu 90 plus 44. 134 metr ekan. Mana. Devonbegi suv havzasi bo'ylab 134 metr uzunlikdagi quvur o'tkazilgan ekan. Bugun yakuniy dars edi. 3-sinfga ajratilgan barcha misollarni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Sizlar bilan har doimgidek Akmaljon Jo'raqo'ziyev bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, videoni maksimal do'stingizga jo'nating. Do'stingizga ham bizni tavsiya qiling. Agar sizning farzandingiz matematika darsida qiynalayotgan bo'lsa, yuqoridagi Telegram manziliga murojaat qiling. Bizni Toshkent shahri Yunusobod tumanida offlayn va Telegramda onlayn darslarimiz bor. Offlayn darslarimiz barcha sinflar uchun, onlayn darslarimiz 1, 2, 3, 4-sinflar uchun. Narxlari unchalik qimmat emas, arzon narxlarda. Murojaat qilsangiz to'liqroq ma'lumot beramiz.